Maza qilib shirin uyquda kapda yotgan paytimizda kunda 7-kun ham kelib qolgan. Oradan bir hafta o'tibki, bugun vaksina qiladigan kunimizga ham qadam bosdik. Vaksinani olib keldim. Bu живой organizm ekan, ichida bakteriya shunaqa ekan. Qopog'ani buni endi. Voy. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Hamma ichsin, hamma. Ichim qolib ketmasin. Davay. Su ichgani, vaksina keldi, su ichgani. Bataqoqni suv qoladi, vaksina olib qo'ysin. Davay. Hech qaysi ish hech qachon oson bo'lmagan. Даже uxlash ham oson emas u. Voy depressiyadaman, voy belim og'riyapti, voy umurtqam ishlamayapti deganimizcha bir hafta o'tib ketganini qarang. Hayot shu darajada beshafqatki, ayab o'tirmaydi hech kim. Siz depressiyadamisiz, og'riz og'riyaptimi, boshingiz og'riyaptimi? Qarab o'tirmaydi, kun o'tib ketaveradi. O'xshasa o'xshamasa qilaverish kerak. Meni taxminim shunaqa, men yoshlikdan shunaqa bo'lib kelganman. O'xshaydim, o'xshamaydim qilib kelaveraman. Harakat qilganingiz yaxshi. O'xshab ketsa, Xudoning bergan barakasi. Bo'lyapti-yu. Ishlaydimikin? Hayotda unaqa savol bermaganman-da. Qilib kelaverchi bu qolar deb. Pulim tugasa sirab Rossiyaga ketardim. Keyin buyog'i ham bor. Pulni to'plab kelib yana riskovat qilaman. Hamma yo'q ochiq aytish kerak edi. Rossiyada ham omon bearmon ishladi-ku. Turinglar. Buni ko'ring aka, ko'z tegmasin-a. 7 kunlik bo'ldi, Xudoga shukr. Bu tayyor kuzatuvchilar uchun shablon. Qalay ketyapti, nima ketyapti bo'lishib boryapman. Yaxshi niyatda kimgadir foydam tegib qolsin degan maqsadda. Vaksinadan keyin qanaqa bo'ladi men buni bilmayman, balki hammasi shag'atga o'tiradi. Ular tirikchilik qiladigan jarayonga chiqib qolganingizdan keyin har 40 kun Xudoning bergan barakasi bo'laveradi. Agar bunda sizda riskingiz bo'lsa, buyog'i ham bor lekin. Har 40 kun faqat bankrot bo'lish ham hech gap emas. Chunki men kosibchilik qilganimda yil 12 oy bankrot bo'ldim. Oxiri pulim tugab yana Rossiyaga ketganman. Buyog'i ham bor. Rizq. Ish qilaveramiz, yaratgandan so'raveramiz, ota-onani juda go'zal duolarini olaveramiz. Iloji yo'q, bir kun yurib ketadi baribir. Xudo xolasa albatta. Narxlar bir teng bo'lganda ustoz qilaman degan ukalarim diqqatiga. Albatta qabriston keladigan ajoyiblari bor. Arzon. Albatta farzandlarimiz uchun birinchi bo'lib shkolnilar. Narxini bitatib bering, Lukti. 170, 110, 45. Eng arzoni, eng sifatligi Ayub bozorida. Xolasiz, o'zingizga Louis Vuitton bo'lmoqchi bo'lsangiz, aka modellari, yangilari, har xil shim, har xil ko'ylak. Oyoq kiyim va ko'ylaklar sizga hozir go'zal qilib obzorini qilib beraman. Oyoq kiyim faqat Ayub bozor uchun yangi ishlab chiqaryapti. Kunda yangi modellar. Oyoq kiyimlarning modellari siz o'ylagandan ko'ra ancha ko'proq. Любой joyda aylanib Ayub bozoriga bitta kirib o'taverasiz. Xolasiz klassika, poluklassika, любой turdagi ko'ngilingizga mos oyoq kiyimlar yig'ib qo'yishgan. Ko'ylak olmoqchi bo'lsangiz Ayub bozoriga bemalol kelaverasiz. Объемni ko'ryapsiz-ku. Lion, gofra, tonirovka, branirovka, любой ko'ngilga mos ko'ylaklarda mashina topib ko'rasiz. 250 mingdan sotiladigan ko'ylaklarimiz 120 mingga bolalar tushib qo'ydi. Xohlagan modellaringiz, xohlagan materialda bor. Kuzgi mavsumga xuddi shunaqa tepa-past podborlarni qo'yganmiz. Kitellarda yangi obrazlari kelgan. Xuddi shunaqa prezidentliklari bor, ko'rjanlari bor. Kelsangiz bemalol ko'ngilingizga mos xohlagan turdagi kitellarni ham olib kelib qo'yishgan. Shim va trikolarimiz taga juda ham mo'l, bemalol kelib tanlab olaverasiz. 1 tengdan 1,5 tenggacha, ya'ni 100 mingdan 150 minggacha. Shimlarda assortimenti xohlagan ko'ngilga moslari bor. Albatta qabristonga kelsa ham unutganimiz yo'q. Ayub bozoriga kelasiz, 7 ta bola xizmatingizda bo'ladi. Xohlagan modelingizda, xohlagan ko'rinishda sizga chiroyli qilib obrazingizni yaratib berishadi aka. Ayub bozorida adresini bitta tushuntirib beraman. Do'konimizning lokatsiyasi Manzil Sharxon, Arinta Shukrona, klinika yonida Anjon Sharxon yo'nalishi. Do'konimizga bemalol kelaverasiz. 7 ta bola 24 ga yetib sizning xizmatingizda bo'ladi. Bolalarda sizga obraz tayyorlab berishda 1 gram shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Hammasi tajribaga ega. Bemalol kelaverasiz, hammamiz sizning xizmatingizdamiz.